Eski zamondan qolgan, ota-bobomizdan qolgan bir naql bor. 7 marta o'lcha, 1 marta kesish to'g'risida. Shuni bu qirg'oqdan turib shu daryoga o'zini tashlasa agar, bu daryoni oqimi qayoqqa olib chiqadi? To'lqinlari. Xo'p, men o'zimni tashlasam mayli. Faqat oilamni taqdirini o'ylab yashasam u ham mayli. Lekin orqamda kim turibdi? Million odamlar turibdi. Ularning taqdirini kim o'ylaydi? Mehnat sevar xalqimiz bor. Sharoitimiz bor. Merosimiz bor. Madaniyatimiz bor. G'oyamiz yomon emas. Intilishimiz yomon emas. Jipslashimiz yomon emas. Niyatlarimiz, ezgu niyatlarimiz boqiy. Nima kerak? Hammasi bizga bog'liq. Hammasi rahbarlarga bog'liq, hammasi ish tashkil qilishga bog'liq. Bizlarning bolalarimiz, bizlarning farzandlarimiz, bizlarning nevarlarimiz bizdan ko'ra bilimdon, bizdan ko'ra kuchli, aqlli, dono va albatta bizga nisbatan baxtli bo'lishi shart.